Ergashev nafisa boshlang. ميكروفون ذات. جوحة رجل طيب، وفي يوم قام بزيارة صديق له، فوجد مريضا يتعلم من معدته، فأسرع جوحة لإحضار الطبيب له. جوحة مهربان kishi edi va kunlardan bir kun, kunlarning birida do'stini ziyorat qilish uchun turdi va u uni kasal holatda topdi va u qonida og'riqni qonidan alamlanardi, ya'ni og'rirdi va shoshdi Juha u uchun tabibni keltirishlik uchun shoshdi. Hmm. Hop. E'roblarimi yoki Eroblar. جوها مبتدا مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. رجل خبر مرفوع، علامة رفعه ضمة ظاهرة. طيب نعت مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. واو حرف عطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يوم مجرور، علامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بفعل قام. قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. بحرف الجر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. زيارة مجرور، علامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف. صديقي مضاف إليه مجرور، علامة جره كسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بفعل قام. لا حرف جر مبني على فتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير متصل مبني على ضم في محل جر. الجار والمجرور متعلقان بفعل قام. Ga فحرف deyishingiz عطف katta مبني emas. على Bi deyapsiz. Bi qoma deyishingizni o'zi, bi fi'lin qoma deyishingizni o'zi qomaga mutaalliq deganida. أها. Ga deyishingiz shart emas. Qoma ga deyapsiz. Ga kerak emas. أها. فحرف عطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. وجد فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو ضمير متصل مبني على ضم في محل نسب مفعول به. مريضا حال منصوب، علامة نسبه فتحة ظاهرة. يتعلم فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ضمة ظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. من حرف جار مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ماعدي مجرور، علامة جره Ma'id emas, كسرة ظاهرة. ma'idati. معيدتي معيدتي مجرور، علامة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف. هي ضمير متصل مبني على كسر في محل جار مضاف إليه. الجر والمجرور متعلقان بفعل يتعلم. فحرف عطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. أسرع فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. جحا فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لي حرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. إخضار مجرور، علامة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف. الطب مضاف إليه مجرور، علامة At-tabibi. جره كسرة ظاهرة. الطبيبي طبيبي ما تلفون دقيقة. الطبيبي مضاف إليه مجرور، علامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بفعل أسرع. لا حرف جر مبني على فتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير متصل مبني على ضم في محل جر. الجار والمجرور متعلقان بفعل أسرع. Hop, yaxshi. Endi savol. Mana bu yerda fe'llarni ko'rsalar, atf bilan qayergadir bog'lanib ketgan. Yangi jumla boshlanyapti. Favajadahu deyapti, fa asra'a deyapti, to'g'rimi? مهم. Lekin yata'allamu
Yata'allamu jumlasida hech qanaqa bog'lovchi yo'q. Ya'ni mana bu yerda favajadahu maridon dedi, jumla tugab bo'ldi. Favajadahu da o'zi tugab bo'ldi. Maridon holatini bayon qildida. Endi ketidan yana yata'allamu min ma'idatihi degan jumla keldi. Bu degani, Bu men bu jumlani qanaqadir o'rni bo'lishi kerak degani. bu Jumladagi qanaqadir o'rni jumla bor. hol bo'ladi. Jumla hol bo'ladi. Nega hol? Chunki mana bu nimadan keyin ham holdan keyin kelyapti va uni to'ldirib ketyapti. Uni qornida alamlanar, kasal edi deb turib, uni sharhlab ketyapti. Demak, kasal holatdagi oshqozonida azob chekayotgan holatdagi deb aytamizmi? Yo'q, e, oshqozonida alamlanayotgan kasal holida topdi. Ha, ana alamlanayotgan doz. Mm. Demak, nima bu? Ha, hol bo'ladimi? Yo'qda. Qoidamiz nima edi? Al jumlatu Na'at bo'ladimi? Sifat. sifat Sifat. bo'ladi. Bo'ladi. Maridonda tugadi. Maridondan keyin mana Mhm. yangi jumla boshlanib kelyapti. Hech qanaqa vosita yo'q, bog'lovchi yo'q. Ya'ni mana shu jumlani davomi bu. Maridon bilan tugadi. Mm. Maridon nakrami, ma'rifami? Maridon A? nakra. 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 Ketidan jumla kelyaptimi? Mhm. Undan oldin ham men yoqda ham, lekin jumla bo'lishi kerak. Kimdir noto'g'ri tushunib qolmasin shuni. Ya'ni jumla keldi. Oxiri nakra bilan tugadida. Oxiri nakra bilan tugadi. O'sha jumlani oxiri nakira bilan tugadida. Endi ketidan yana bitta jumla kelib qoldi. Demak, bu nima bo'lar ekan? Sifa. Jumla keldi, ma'rifa bilan tugadi. Ketidan yana jumla kelib qoldi. Bu nima bo'ladi? Bunda hol bo'ladimi? Hal bo'ladi. Tushunarli gap? Mhm. Hop, yaxshi. Komilova Shahlo. مم. وعندما دخل الطبيب إلى غرفة صديق جوخا المريض جوخا آه، yo'q tabib ichkariga kirganda xonaga kirganda uzr ustoz tabib ya'ni shifokor Juha ya'ni bemor do'stini oldiga kirganda qola lahu unga Juhaning dedi iftah mana Juhaning bemor do'sti oldiga kirganida al-Marid kimni sifati? sodiqini Sodiqni sifatida, ha. Mhm. قال له unga dedi iftah famaka og'zingni och fanazara qalilan va ozgina qaradi summa nazara ila ardi so'ngra yerga qaradi va fakkara qalilan summa qala va ozgina o'yladi va dedi laqad akalta ka'kan kathiran keks ko'p yebsan fala taf'al zalika marratan ukhra boshqa yana bir marta bunday qilma boshqa marta bunday qilma Mhm. E'roblar. آه، وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب عند ظرف ظرف زمان مبني منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وهو مضاف ما مضاف إليه دخل فعل معدي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب طبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب غرفتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة الجر والمجرور متعلقان بالفعل دخل وهو مضاف صديقي مضاف إليه مجرور وعلامة جاره الكسرة الظاهرة وهو مضاف جوها مضاف إليه مجرور وعلامة جاره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر المريض
نعت لصديقي، والنعت المجرور مجرور، وعلامة جاره الكسرة الظاهرة. قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. لا حرف جر مبني على فتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. الجر والمجرور متعلقان بالفعل. قال افتح فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره أنت. فما مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف. كضمير متصل مبني على الفتح في محل جار. مضاف إليه. وقامون nima فحرف degani edi ma'nosi? أغزينا. U asmaul xomsadan emasmidi? Bo'ldi ustoz. Iftah fama kan. Og'zingni och. Shunda fama maf'ulun bihi mansubun va alamatu nasbihi alif niyabatan anil fatha Yuqoli. liannahu Kim aytadi? حذف حرف الإلة مندهش نقع أستاذ. أنا إلة Yo'q. لي حذف Yo'q. ده أنا بجنده. Yo'q. O'tgan safar Nargiz domla 50% chegirma oluvdilar. Tamhidiga. Keyingi 50% chegirmamiz egasini topsak. Sun'iy intellektdan foydalanish yo'q. Darsda o'tganmiz. Shahar berdinglarmi? ustoz. Famun qachon asmaul xomsadan bo'ladi? Mim bo'lmasa. Agar mim bo'lmaganda faka bo'lardi. Esladinglarmi endi? Aha, eslab. Yaxshi. O'tganmiz-a? Endi esinglardan chiqmaydi menimcha. Hop. فحرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نظر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قليلا حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. Nega hal? ثم قليلا إيه أستاذ أزر نقع نات ولدم Nimaga nat bo'lyapti? أستاذ ناتم مسكن degan holda qaradi. Nima deb tarjima qilamiz? Fanazaro qalilanni tarjimasini aytinglarchi. Ozgina qaradi. Ozgina qaradi. bu anaqa ustoz zarfu zaman mansubun va alamatu nasbihi fathatu zohira. Bo'ladimi? Hop. Bu yerda maf'ul mutlaqqa o'tdik-ku. To'g'rimi? Nazara nazoron qalilan desak, mana shunisi sal yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni uzoq qaradi demoqchimiz o'zi. Nazara fe'l, nazoron uni nima bo'ladi? Maf'ul mutlaqi bo'ladi. Qalilan esa nimasi bo'ladi? Sifati bo'ladimi? Sifati bo'ladi. Endi ana shunaqa holatlarda maf'ul mutlaqni hazf qilib yuborgan bo'lsak, noibi deb qo'yishadi maf'ul mutlaqni. Noibi maf'ul mutlaq deb ketaman. Naibun anil maf'ulil mutlaq istik. النائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ثم حرف عطف مبني على Lekin الفتح لا zarf محل zaman له desangiz ham من bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Lekin kuchliroq gap shu. Maf'ul mutlaq degani kuchliroq.
Ustoz, Labbay. shu kasironga o'xshagan bo'lyaptimi shunda? Ha, Kasiron, qolilan. shunaqa. Ha, demak, maf'ul mutlaq. Lekin qolilan o'sha vaqtga dalolat qilgani uchun bu yerda zorf zaman desak ham bo'ladi. Lekin kuchliroq gap qaysi desa, ana o'shanisi. Mhm. نظر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الأرضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة الجر والمجرور متعلقان بالفعل نظر وحرفات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فاعله ضمير مستتر تقديره هو قليلا مفعول مطلق عن ناعب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة ثم خفت مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فاعله ضمير مستتر تقديره هو لا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قال حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكل فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب تاء تاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل كان مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة كثيرا نعت لكعكان والنعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة فحرفات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لا لا ناهي ناهية ناهي ناهي بو ماذا؟ لا نافي ناهي مس ناهي بولد. ناهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب تفعل فعل مضارع مجزوم ولازم مجزوم بولد. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ذلك فاعله ضمير مستتر تحقيره أنت ذلك اسم الإشارة للبعيد مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مرة مفعول مطلق مبين لعدد عامله منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة أخرى نعت لمرة والنعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. Yaxshi. Demak, bu yerda boyigisini xulosa qilsak, nazoro qolilan deganimizda yo maf'ulun mutlaqdan noib derkanmiz, yo o'sha zarfdan nima deymiz? Noib deymiz. Ikkala holatda ham nima bo'lar ekan bu? Asli sifat bo'lar ekan. Nazoro, nazoron qolilan bo'lgan yoki nazoro vaqtan qolilan. Agar nazoro, nazoron qolilan desak, nazoron maf'ul mutlaq bo'ladi. Nazoro vaqtan qolilan desak, vaqtan nima bo'ladi? Zorf bo'ladi. Tushunarli-a? tushunadi. Hmm, yaxshi. Davomidan Saloh va Shahnoz o'qisinlar. تفاجأ جحا من سرعة تشخيص طبيبي للمرض فسأله قائلا خب juha shifokorning tez tashxis qo'yishidan kasallikka tez tashxis qo'yishidan ajablandi mutaxassis. Hayron bo'ldi va fasalahu va undan fasalahu gapirib so'radimi? Gapirgan holatda so'radi. Lakin kayfa arafta zalika bi sur'atin.
lekin kayfa lekin lekin kayfa arafta. Buni qanday qilib tez arafta aniqlading. Qala tabibu mas'alahu basitatun. المسألة خب. بسيطة. مهم. المسألة بسيطة. طبيب dedi مسألة بسيطة. مسألة أدي عندما علمت أنه يعاني آه، خب، ميكا. آلما في معدته أخذت أبحث عن سبب men hop qachonki men uni o'sha qornidagi og'riqni tekshirganimdami og'riyotganimni bilganimda sababini sababini qidira boshladim. فنظرت yaxshi. في Ketgacha ayroblamang. hop. تفاجأ فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جحا فاعل جحا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر أذر. ميم حرف ميم حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سرعتي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تشهيسي سرعتي شنو مضاف. تشهيسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف واتن. طبيبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مرضي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فحرف عطف سأل سأل فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. حاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. قائلان نقيده. هل منصوب ولامة نصبه الفتحة الظاهرة لكن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كيف كيف اسم استفهام ديالك كيف اسم استفهام مبني على الفتح لا محل له يقول اسم استفهام كيف عرفت بوسه اسم استفهامdan keyin kelsa bu anaqa degandi o'tgan ism istifhomga ma kelganida anaqa bo'ladi. Kayfaniki alohida. Kayfa o'zi xoli savoliku. Kayfa ismi Xoli istifham savolida. fe'l bilan keladigan bo'lsa, fi mahalli nasb hal deysizlar. هاي كيف اسم استفهام في محل نصب حال. عرف فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عرفت تاء المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ذلك اسم الإشارة مبني على الفتح. عرفت كيف عرفت ذلك مبني على الفتح في محل النصب مفعول به سمتور بلده ذلك. هب بحرف جر سرعة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جر مجرور متعلقان بالفعل. عرفت. قال فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. المسألة مسألة أنقه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. بسيطة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. عند ظرف زمن مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. معنى اسمه
حرف مصدرية. حرف مصدرية. علم فعل الماضي مبني على سكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على ضم في محل رفع فاعل. أن أن حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب. اسم أن. اسم أن بس يعاني. يعاني فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. خب فعل مع فاعله جملة الفعلية في محل رفع خبر نقه خبر أن بس عالما شن ده نقل مفعول به ولده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. معدتي مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في معدتي. علمت معاني. طب فهو مضاف ولده شن ده هاو ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. أخذ فعل الماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أبحث فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره أنا. عن حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. السبب مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. خب ماشي كده دوم بدن ضمن ياس. براحتك. مصاربة مشهورة. فنظرت في فمه فرأيت بقايا طعام يشبه الكعك في فمه. Ve ağzıga qaradim va ko'rdim ovqat qoldiqlarini keksga o'xshaydigan og'zida keksga o'xshaydigan ovqat qoldiqlarini ko'rdim. ثم نظرت إلى الأرض فرأيت قطاع الكعك متناثرة. Va yerga qaradim va ko'rdim yoyilib yotgan keks bo'laklarini. فتأكدت أنه أسرف في تناول كعك المليء بالدهن الثقيل على معدتي. وأمين بولدم u isrof o'sha haddidan oshgan keksni tanovulida o'sha yog' oshqozoniga og'ir bo'lgan yog'ga to'la keks tanovulida haddidan oshgan keragidan ortiq yegan. إعراب دوري. فحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. نظرت فعل ماض مبني على الفتح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فمي مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف. هي ضمير متصل مبني على كسر في محل جر مضاف إليه. الجار والمجرور متعلقان بالفعل نظرت. فحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. رأيت فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. بقايا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة وهو مضاف. طعام مضاف إليه مجرور ظاهرة وعلامة بقايا ده فتحة ظاهرة. يو فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. طعام مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة يشبه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره
هو الكعكة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب فمي مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف هي ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الجر والمجرور متعلقان bunda ustoz bo'ladi baqoyaga bo'ladi mutaalliq yoki fe'lni o'ziga qilib yuboramanmi? Qaysini aytyapsiz? Fi famiki nima? Yo'q, qaysi fe'l qilmoqchisiz? Yushbihuga bo'lmasligi aniq. Chunki to'g'ri kelmayapti ma'nosi. Yoki bo'ladimi? Nima edi? Mahsub bo'lgan xabarga bo'ladimi? Nimani xabar bo'ladi shunda? Anuni baqoyani o'sha bo'laklari og'zida edi bo'ladi, o'xshaydigan. Anuki nima edi? Keksga Siz o'xshaydi. ikkinchi fi famikini aytyapsizmi yo birinchi nima? Ikkinchini oxiridagi Birinchisini qayerga mutaalliq qildingiz? nazoratuga. To'g'ri. Xo'p. Birinchisini aytyapsiz, bu nima? Nima qilyapsiz ustoz ikkini? Ra'aytuga Baqoyaga. Yo'q, ra'aytuga qilasiz-da. بالفعل رأيت ثم حرف Hozir العطف qilib مبني turibman. Chalg'itgan narsa o'sha yushbihul ka'ka. Mana shu yushbihul ka'ka qarang, oldidan atf yo'q. To'g'rimi? Jumla tugagandan keyin yengitdan bitta jumla paydo bo'lib qoldi. Yushbihul ka'ka degan. Demak, bu nima bo'ladi? Jumlani i'robi bo'lishi kerak. Nima bo'ladi i'robi? نعت bo'ladi. Qaysi so'zga na'at bo'ladi? Anuga baqoyaga. Ta'amina. Taominga bo'ladimi? Ta'aminga qilasiz-da. Bu yerda maf'ulun bihi baqoyaga ustoz o'shanga bo'lmaydimi? Ya'ni ovqatni bo'laklari anunga o'xshardi, keksga o'xshardi. Qoldiqlar demoqchi edim. Xo'p. Qoldiqlar keksga o'xshardi demoqchimisiz? Shunaqa deyapti. Shu ovqatni qoldiqlari, ovqatni aytmoqchi. Keksga o'xshaydigan ovqatning qoldiqlari demoqchimi? Bo'ldi, tushundim. Qayerdan bildik buni na'atligini? Chunki nakra kelyapti. Uni oldingiz. Nakra kelyapti. To'g'ri. Xo'p. ثم حرف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. نظرت فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الأرض مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. الجر والمجرور متعلقان بالفعل نظرت فرأيت فحرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رأي فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. قطع مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وهو مضاف. الكعكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. متناثرة خاب حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. فحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. تأكدت فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. أن حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن. أسرف فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو الفعل مع فاعله جملة فعلية في محل رفع خبر أن. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تناولي مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. الجر والمجرور متعلقان بالفعل أسرف. الكعكي تناولي وهو مضاف. الكعكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة. المليء نعت للكعك
نعت للكعكي نعت مجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. بحرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. الدهني مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بمليء. الثقيل نعت للكعك نعت للدهن مجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المعدة مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلقان. الثقيل. زردم. قربانه ما تبعرف. طب بسم الله. طب فقال جوحا رأي حكيم وطبيب نبية نبيه يعني نبيه. خب و جوحا dedi şurada ikki xil tarjima nima deydi ra'yun deb ko'ryapti degan fe'l emas ustoz bu yoqda. Fikr. Chunki Ra'yun fikr. hop hop bo'lmasa hakim bu aqlli fikr demoqchi. Va o'sha aqlli ana bu tabib demoqchi. وبعد أن جلس جوحا فترة مع صديقه يواسيه عاد إلى بيته. خب و keyin o'tirdi hop Juho o'tirdi fatrotan bir muddat ma'a sodiqihi o'sha do'stini oldida yuvasihi o'sha anaqa yupatyapti ada ila baytihi voy shada uyga qaytdi va huva ya'taqidu o'sha ishonar edi anna mehnata tibbiy albatta o'sha tibbiyot mehnati kasbi mehnatun ta'tamidu ala zakai faqat. Hop shu ta'tamidu hop suyanadigan hop suyanadigan o'sha aqlga zakka nima deydi bizda aqlga suyanadigan kasb mehnat faqat aqlga suyanadigan mehnat ha va ha huwa قد استفاد وتعلم درسا مهما. خب albatta foyda oldi va o'sha ta'allama o'rgandi muhim darsni o'rgandi. Hop va fa harfi توبة بسم الله. فحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جوحا فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها تعذر. رأي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه Ya bu الضمة الظاهرة. mubtada bo'lmaydi. Nega mubtada qilamiz buni? Bu mubtadosi hazf bo'lgan xabar bo'ladimi? Qayerdan bildingiz? Chunki haza bu fikr deb gapirish kerak edi. Shunda hazasi hazf bo'lgan Ha, ro'yun hikmatli xabar fikr, aqlli hakimun fikr degan sifati ma'noda bo'ladi. bo'lgan ekanda. Hadasi mahzuf bo'lib ketgan bu yerda deymiz. Ha, Chunki ra'yun hakimun maxsus sifat bu o'zi. Mubtado xabar bo'lamaydi. Ha? ha. Hop bir darsda gapirgandingiz shuni hazf unday bo'lgan deb hazf bo'lgan deb shunda men hozir buni xabar deymanmi? Xabarun li mubtada'in mahzufin deb ketasiz. Xabarun bi mubtada'in mahzufin Li xabarun محذوف li mubtada'in mahzufin. خبر للمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. حكيم shunda naqd bo'ladimi ustoz? Ha. Xo'p, na'at li ra'yu va na'tu مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة.
va harfi atf mabni alal fath la mahalla lahu min al i'rob. Shunda tobibun, buni mubtado desam bo'ladimi? Yo'q. Va kelyapti-ku. Ma'tuf bo'lyapti. Hop, ma'tufun ala hakimun val Ra'yunga. ma'tufu ala. Ra'yunga ma'tuf bo'ladi. Bo'ldi, jumlaga. Hop, tushundim. Jumla emas bu. Hop, Ism tabibun. ismga. Ismga na't bo'lyapti. Tabibun ra'yunga atf bo'ladi, ma'tuf bo'ladi. Chunki bu yerdagi hakimun sifat o'zi. Ha, bo'ldi, tushundim. Keyin sifatga nima bo'ladi? Ma'tuf Yo, bo'ladi. sifatga bo'lmaydi. Mana bunaqa bo'ladi. Bu bunga sifat, bu bunga atf, bu bunga sifat bo'ladi, bo'ldi. Hamma o'zini o'rnida. Hop, i'roblayman. Tabibun an-na't li ra'yun va na'tu Ma'tufun. marfu. Ya uzr ustoz. معطوف على رعي والمعطوف على مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. خب، نبيه endi bu na't desa, hop, na't لطبيب ونعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بعد ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أن حرف النصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جلس فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. shunda juha, bu juha bu yoqda turibdi-ku. Fa'ilun marfuun va alamatu raf'ihi dammatul muqaddara mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Hop, fatratan bu yerda maf'ulun mutloq bir muddat deyapti-da, maf'ulun mutloq bo'ladi. Adashmasam agar. Hop, ma'a zarfu makan mansubun va alamatu nasbihi al-fathati zahira. Sodiqi va huwa mudaf. Sodiqi Buni mudafun nima ilayhi dedik? majrur. Fatrotanni? Maf'ulun mutloq dedim ustoz. Yo'q. Buni zarf zaman deyverasiz. Muddatku o'zi fatrotan. Aha, hop. Shunda zarfu zaman mansubun va alamatu nasbihi al-fathati zahira. Bu yerda ma'am kelgani uchun buni ham ikkita zarfu zaman bo'lib qolmaydi deb o'ylab. Yo'q, ma'a zarf makan bo'ladi. Ha, bo'ldi. Zarfu makan mansubun va alamatu nasbihi al-fathati zahira va huwa mudaf. صديقي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. هي ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. هب يواسيه بس. هب يواسيه بس. هب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. هب هو ضمير متصل مبني على الكسر في محل نسب مفعول به. عدا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بيت مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة. وهو مضاف. هي ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو مبتدا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. يعتقد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. الفعل مع فاعله جملة الفعلية في محل رفع خبر. أن حرف التوكيد حرف التوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مهنة شنو مهنة بس مهنة shunda izofa mehnati tibbiy bo'lyapti ustoz. Shunda ikkalasini o'sha annani ismi desam bo'ladimi? Nega ikkalasini aytasiz? Mehnat ana o'zini ismi deysiz. At-tibbiy mudofun ilayhi bo'ladi, bo'ldi.
Endi mana bu nima deydi, tibbiyot mehnati ikkalasi birga degandimda. Xo'p, mehnati. Birga bo'laveradi. Mudofin ilayhi shundoq ham mudofi tashlab ketmaydi his haqqa. Mhm. Mana Xo'p. tasavvur qilinglar buni. Ona deb tasavvur qilinglarda. Ona. Kenguruni onasi deb tasavvur qilinglar. Ham kenguruni cho'ntagidagi bola bo'lsa. Kenguru bolasi bilan ismi deyish shart emasda. Kenguru Annani ismi desangiz, bolasi cho'ntagida shundoq ham yuraveradi. Ya'ni ergashib ketadigan narsalarni etishga ehtiyoji yo'q. Bo'lmasam va huwa ya'taqidu borku. Ya'taqidu fe'l foil. Anna ismi xabari bilan ya'taqiduga maf'ulun bihi bo'ladi. Fe'l foil anna ismi xabari bilan bunga maf'ulun bihi bo'lib turib birgalikda xabar demayapmiz u. Fe'l foil xabar davomimiz. Nega desa, fe'l foil eng kamida bo'lishi kerak jumla hosil qilish uchun. Qolgan narsalar shundoq ham fe'lga ergashadi. Uni aytishimizga ehtiyoj yo'q. Xo'p. Xo'p. mehnati xo'p, ismu inna mansubun va alamatu nasbihi al-fathati az-zahira va huwa mudaf. Tibbi mudafun ilayhi majrurun va alamatu jarrihi al-kasratu az-zahira. Mehnatun khabaru anna marfuun va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira. تعتمد. طب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فعله ضمير مستتر تقديره. shunda taqdiruhu huwa. mehnat yo'q, hiya bo'ladi mehnatun bo'lsa. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زكاي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. mana bu lekin faqatdi, lekin i'robini bilmayman ustoz. Aytuvdik-ku buni. Oldin ko'ruvdik buni. Fa buni buni harf deb qo'yaverasiz. Fani. Qot esa ismi fe'l. Ismi fe'l nima degani desa, o'zi bu ism, lekin fe'l ma'nosini anglatadi. Faqat degani yakfi degan ma'nodada. Qot o'zi yakfi degan ma'noda. Xo'p. shunda fa harfi atf mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Qot. Ya harf atf emas, qot shunchaki bo'lsa harf deb qo'ying bo'ldi. Harf atf emas bu yerda. bo'lmasa فحرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد اسم فعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. mana bu ha adashib qolganmi ustoz? Yo'q, Qaysi birinchi biri? marta ko'rishim. Ha huwa deganimi? Va ha deyapti-ku. Ha. Bu hani biza harf tanbih deymiz e'tibor uchun. Yana qanaqa keladi bu? Ya ayyuha deb keladi-yu. Ayyuhada. Yoki ha ulai o'tgan borku. darsda. Ha ulai borku. Ha ulai degi hayam nima? Harf tanbih hisoblanadi aslida. Haza degi hayam o'zi harf tanbih. Asli ismi ishora qaysi? Va. Aslida ismi ishora haza degi za ekan. Mana bu ha nima uchun ekan? Tanbih uchun. Ey desa go'yoki bizda qariydi-yu birinchi. Endi bularda tanbih faqat ey bilan emasda, boshqa kalimalar bilan ham bo'lar ekan. Ha desa mundoq qarar ekanda za der ekan. Ha desa e'tiborni tortib olar ekansizda, za deganingizda ko'rsatasiz. Hazihida ham asli domir qaysi? Zihi. Mana bu ha nima ekan? Harf tanbih ekan. Bu endi kalimalarga qo'shilib kelishi. Endi va ha huwa degani ha bu yerda o'sha harf tanbihni ochiq holatda kelish bo'lyapti. Tushundim ustoz. Shunda huwa domirun munfasilun mabni ala al-fath fi mahall raf. Hop. Qad harf Fi mabni mahalli ala raf nima sukun bo'ladi? Fi mahalli raf. fi mahalli raf mubtadami? Mubtada bo'ladi. Xabarini topolmadim do'stlar, men o'zim o'qiganimda ham. Qani o'qing. Shunda hozir o'zim topaman. Qad istafada foyda oldi desa, xo'p, shunda qarang, foyda oldi bo'ladi, buni xabari. Istafada jumlasi bo'ladi-da. Shunda
ismun yo'q nima deyapman fe'lun madin mabni alal fath la mahalla lahu min al i'rob domiru hop fa'iluhu domirun mustatirun taqdiruhu huwa shunda al fi'lu ma'a fa'ilihi jumlatul fi'liyatun fi mahall raf' khabar Mhm. va harfat mabni alal fath la mahalla lahu min al i'rob ta'allama shunda ma'tuf shunda hop ma'tuf ala استفاد والمعطوف على مرفوع منصوب وعلامة نصبه منصوب الفتحة emas, bu الظاهرة fe'l mozi-ku. Fi'lun و madi mabniyun ala shunda al-fath deysiz. ma'tuf bo'ladimi ustozki Ma'tuf bo'lib, ma'tufun ala istafada deysiz, bo'ldi. ma'tufun ala istafada bo'ldi hop darsan shunda maf'ulu bihi bo'ladi maf'ulu bihi mansubun va alamati nasbihi al-fathati zohira muhimmatan nat bo'ladi an-nat li darsan va na'tu mansubun va alamati nasbihi al-fathati zohira Hmm. Hop. Demak, bu shu ta'allama darsan muhimman jumlasi istafada jumlasiga ma'tuf bo'ladi. Endi, hop, qani endi bir mevalarni yaxshilab qizdiraylik. Mana bu yerdagi i'roblarga. Hop. Ba'da an deb boshladi. Ba'da nima bu? zarf zamon Zarf, to'g'rimi? Bu qayergadir mutaalliq bo'ladimi? Qayerga mutaalliq bo'ladi? shunda jalasaga bo'lmaydimi Yo'q. Ba'da an jalasaga qilsangiz, nima bo'lib qoladi? O'zi jalasa an kelishi bilan o'tirish bo'lib qoldi. So'ng o'tirish bo'lib qolyapti-da. Va ba'da o'zi mudofku, mudofun ilayhi qani buni? anjalasa Ha, anjalasi mudofun ilayhisi bo'ladi. O'shaning uchun mudofun ilayhi bo'lgandan keyin hech qanaqasiga ba'da unga mutaalliq bo'la olmaydi. O'zini mudofun ilayhisiga mutaalliq bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun an jalasa, mana bu jalasa o'zi fe'l edi, to'g'rimi? Hop, fe'lga an kirishi bilan nima bo'lib qoldi? mastar Masdar bo'lib qoldi. Endi masdar nima bo'lyapti? Mudofun ilayh bo'pti ilayhi bo'lyapti. Hop. Endi mana bu juha foil bo'ladi. Fatra nima dedik? Zorf dedik. Ma'a zarf sodihi bu ham zorf bo'ldi. Endi mana shuni hammasi jalasaga o'zi shundoq ham nima qilib ketadi? Bog'lanib mutaalliq turadi. bo'ladi Mana bu fatro mutaalliq bo'ladi, bog'lanadi. Sodiqi ma'a sodiqihi ham zorf bu ham bog'lanadi. Juha o'zi shundoq ham fe'lni ketidan yuradi. Endi jumla tugadi. Jumla tugadi, hech qanaqa bog'lovchisiz yuvasihi degan jumla boshlanib ketdi. Bu nima bo'ladi? Hol bo'ladimi ustoz? Nimadan keyin kelyapti? Ma'rifadan keyin kelyapti. Ma'rifat. Yuvasihi hol bo'ladi. Shunda ba'da an jalasa juha fatratan ma'a sadiqihi yuvasihi do'sti bilan bir muddat uni nima deydi? Buni yupatgan holda yupatgan deydimi? Yupatgan holatda o'tirganidan so'ng nima qildi? qaytdi Ha. Ba'da qayerga mutaalliq bo'lar ekan? shunda qaytdiga adaga qaytdi Adaga bo'ladi. Yuvasihi jumlasini nima dedik biza? hol dedik Jumla hol bu yerda. Hop, yaxshi. Endi qaytdi rosa dedik. voy gapingizni bo'lib qo'ydim Yo. Qaytdi dedi. Endi ila baytihi jar majrur nima bo'ladi? Bu adaga mutaalliq. Endi qaranglar, qaytdi deyapmizda, yana va huwa ya'taqidu deb jumla boshlanib ketyapti. Endi mana buni huvani qayerga atf qilamiz? Agar bu vovni atf desanglar. Bu xoliya deb aytuvdik biz. Ha, Vov. o'shaning uchun bu vov nima bo'lar ekan? Vav haliya. Hol. Aha. Vav hal deymiz to'g'riroq. Nimaga desa? keyin hol kelyapti Chunki
Jumlasi hol bo'ladi. Biz holni mavzusida ko'ruvdik-ku, to'g'rimi? Har xil kelishini. Aha. Qanaqa holatlarda kelardi? Mufrat ism bo'lib kelardi, to'g'rimi? Jumla hol. Undan oldin keldi. Jumla holga misol qani bu yerda? وهو يعتقد. هو يا- Aha. Mana bu yerda yuvasihi jumla hol bo'ladi bu. Fe'li jumla hol. Ama bu ismi. Ha, bundagi yuvasihidagi o'zini qaytadigan domiri bor. Robit nima bo'lishi kerak edi? Domir yoki vav bo'lishi kerak edi. Fe'li jumlalarda nima bo'lardi robito? Domir bo'ladi, bog'lovchi. Bog'lovchi bo'lishi kerak edi-yu holda. Jumla bo'lib Ha. kelganda. Ismiy jumlada nima bo'lyapti o'sha bog'lovchi? Va Va Va. bo'lyapti. Endi huva mubtada bo'ladi. Ya'taqidu uni xabari bo'ladi. Anna anna mana bu mehna annani ismi. Xo'p, bu mehna uni xabari bo'lar ekan va anna ismi xabari bilan nima bo'ladi? Ya'taqiduga maf'ulun bihi bo'ladi. Ha. Maf'ulun bihi bo'ladi. Endi ketidan yana ta'tamidu mehnadan keyin yangi jumla boshlanib ketyapti. Hech qanaqa atfsiz, hech narsasiz. Bu nima bo'ladi? تعتمد. Ta'tamidu mehnatun يعتمد. hol bo'lmaydi. na'at bo'ladi. Na'at bo'ladi. Soatmi? Nega? Chunki nakradan keyin kelyapti. Nakiradan keyin kelyapti. Ha. Shunda shunda umumiy ma'nosi qanaqa bo'ladi desa, juha juha do'stini oldida bir muddat uni yupatgan holatda o'tirgandan so'ng uyiga tibbiyot mehnati faqatgina zakovatga tayanadigan mehnat deb o'ylagan holatda qaytdi bo'ladi. Mana shu hammasi bitta jumla. Bitta ma'no shu. Mana shuni hammasi to'laligicha. Shunaqa tarjima qilsangiz, keyin maza qilib tarjima qilasizda. O'sha tarjimaga qarab e'rob qo'ymaymizda, to'g'rimi? E'robga ko'ra tarjima qilamiz. Men o'zim qilolmayapman-ku bunaqa desa, mashq qilsangiz qila olasizda. Sekin-sekin bo'ladi. O'zi sekin tushunishni ham boshlayapsizlar-ku, to'g'rimi bu narsalarni? Yarim oy oldin bu narsani tushunishni o'zi qiyin edi. Bir oy oldin, yarim oy oldin. Endi tushunishni boshlayapsizlar. Tushunishni boshlaganinglardan keyin endi o'zingizlar ham mashq qilsanglar, u yog'iga o'zingizlar e'roblay oladigan ham bo'lasizlar, xuddi shunaqa. Xo'p. Endi mana bu yerda va ha huva deb yangi jumla endi boshlanadi. Mana buni hammasi nima ekan? Ba'dadan boshlab faqatgacha bitta jumla. Mana ba'dadan boshlab mana shu faqatgacha bitta jumla. Ichida faqat bir nechta jumlalar yig'ilmasi bor ekan. Xo'p. Yaxshi. Mana va xolinasa. Yo'qlar? Shokir va Ra'no. وبعد أيام قليلة وبينما كان جوحا يركب حماره في الطريق التقى صديقا له لم يراه منذ زمان. Ozgina kunlardan keyin Juha eshagini mingan Qaytdi deysiz baynama.
eshagini minib yo'lda qaytdi. Yo'lda do'stini Yo'lda qaytayotgan paytda yo'lda qaytayotgan paytda do'stini anchadan beri ko'rmagan do'stini uchratdi. Mhm. Fatalaqqahu juha bisururin balig'in. 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 Uni Jo'xa katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Va nazala an himarihi va roha yuqabbila sodiqahu va yusallimu alayhi biharoratin. U o'zini eshagidan tushdi va do'stiga yaqinlashdi va unga u bilan iliq salomlashdi. Yuqobilun nima dedi shunda? Shunda ko'rishdida, yaqinlashdi. Yoki kutib oldimi? Yo'q, kutib oldi, istiqboli va o'shanga o'xshayapti. Bu endi ularda to'g'ridan to'g'ri ma'noda emas u. Yuz bilan yuz teqizib, o'pdi degan ma'nodada. Ko'rishdi. Shunaqa ma'noda. U urf kechida qaysidir kitobda o'qidik, shu urf odatlarda arablarda yanog'ini bir-biriga teqizib qo'yish bor. Ko'rishganda. Favajada juha sadiqahu hazinan mahmuman. U do'stini xafa va g'amgin holatda topdi. Fasa'alahu an sababi kulli hadal hazni. Bu xafachilikning hamma sababini so'radi undan. Faqala lahu sadiqu bi sawti ba'isin. Va unga do'sti nochor ovoz bilan aytdi. Inna abi maridun. Otam kasal. Va ana al-ana fi tariqi li ihdori tabibi lahu. Va men hozir unga tabib olib kelishga yo'ldaman. Tabib olib kelish uchun yo'ldaman. Yaxshi domla. Bu yog'iga bo'lmasa tarjima qilib o'qiylik-chi. Tushunarlimi Gulnoza? فقال حجة بصوت مرتفع جحا بلند آواز بلند dedi. ولما الطبيب وأنا موجود يا صديقي. Va nega bu men nega bu yerdaman ey do'stim? Men borimda tabib nimaga kerak deyapti? Valimat tabib nimaga tabib? Va ana mavjudun ya tabib. Men borman-ku deyapti. ألم تعرفوا أنني أعالج مرضى. Bilmadingizmi? Men kasallarni davolaganligimni bilmadingizmi? Davolashimni bilmaysanmi demoqchi. ودفع جحا صديقه. Ovozingiz past kelyapti. ودفع جحا صديقه. Va Juha uning do'stini itardi. Yo'q, ovozingiz past kelyapti. Ustoz, yaqindan gapiryapman aka. Endi yaxshi kelyapti. ودفع جحا صديقه. Juha do'stini itardi. To'g'ri yubordim. Itardi ekan. Ana, undadi degan ma'noda.
وكان الصديق يحاول منعه ويرجوه أن يكف أن يكف عن الدعاء يكف عن الدعابة دعابة. وعن الدعابة و دوست حركت قلدر ona harakat qildirdi va umid qildi undan umid qildiki undan umid qildi nimani bas qilishini umid O'qiyamiz qildi bir. iltimos qildi. Uyda o'qib keldingizmi? Ha? Yuhavilu man'ahu. U uni man qilishga harakat qildi va yarjuhu va iltimos qildi an yakuffa ani du'abati. Bu o'yin yoki hazildan tiyilishlikni iltimos qildi. Bo'ldi, qil deb iltimos qildi. Mhm. Lakin Juha ovozlar kelmayaptimi sizlarga? Yo'q, kelmayapti. Ha. Alijon va Nigora o'qing davom. لكن جوحا أصر قائلا له لا تقلق دواء أبيك عندي لكن Taqloq emas, جوحا taqlaq. لا تقلق lekin Juha qat'iy turib oldi biroz. Unga gapirgan holatda xavotir olma, otangning davosi menda. Mhm. وعندما وصل إلى البيت ular uyga borgan vaqtida فنظر جوحا في فم المريض قليلا. Juha kasalning og'ziga biroz qaradi. ثم تنهد so'ng silkitdi. ونظر على الأرض وتحت السرير va yerga qaradi va karavotning tagiga. وهز رأسه كما يهز رأسه العالم الخبير. va رأسه boshini qimirlatdi. Xuddi haligi mutaxassis olim boshini qimirlatgani kabi bo'lyapti. Mhm. Yaxshi. Shokirova Mubinabon. ثم عاد جحا ونظر تحت السرير. so'ng Juha yana qaytib karavotga qaradi. وكان الأب يضع أحذيته تحت السرير. Shu ota oyoq kiyimlarini karavotga qo'ygan edi. Qo'yar edi. qo'yar edi. وقال لصديقه بصوت منخفض. ودوستiga past ovozda dedi: لا تقلق يا صديقي فالأمر بسيط. xavotir olma ey do'stim, ish oddiy. فلقد تعلمنا في الكتب. kitoblarda o'rganganmiz. مقالة الحكماء hakimlar degan إن عادات أكل الأحذية سيئة ومضرة بالصحة. oyoq kiyimi yeyish odati yomon va sog'liqqa zararli. لذا أنصحك أن تبعد الأحذية من تحت سرير أبيك. demak Shu tufayli. Liza. shuning uchun senga maslahat beraman. oyoq kiyimlarni otangni karavoti tagidan
Ha, Mhm. karavati tagida anaqa Uzoqlashtirish. uzoqlashtir. حتى تتأكد بنفسك أنه سيمتنع تماما عن عادة أكل الأحذية. shunda yo'q anaqa qilish o'sha o'zingdan albatta o'sha bu yomon anaqadan butunlay anaqa qilishga tamoman voz kechishigami bu Aha. oyoq kiyim yeyish odatidan tamoman voz ketish uchun. Tataakkada. Mm. Ishonch hosil Ha. qilguninggacha. U Ha, bu ha, ha. odatidan, ya'ni oyoq kiyim yeyish odatidan to'laligicha o'zini olib qochadi, ya'ni tiyiladi deb o'zing to'laligicha ishonch hosil qilguningcha mana shu oyoq kiyimlarni uzoqlashtir deb aytibdi do'stiga. Hop. فدو فدهش الصديق ووقع على الأرض مغشيا عليه. do'sti dahshatdan hushini yo'qotib yerga yiqildi. Hmm. Yaxshi. Hop. Shokirova Nargiza. أسئلة. أولا، لماذا ذهب جوحا لإخبار الطبيب؟ جوحا nima uchun tabibning oldiga bordi? Hop, anaqa لإحضار الطبيب. tabibni لإخبار keltirishga. الطبيب. لإخبار الطبيب. bo'ldi, shu tugabdi javob. hop. ثانيا، لماذا yo'q. لماذا ذهب جحا لإحضار الطبيب. tabibni olib kelishga nimaga bordi? Javob tugamadi hali. do'sti Aha. tabib olib kelishga tugatib qo'ya O'sha qolmadi. nimaga olib kelishga bordi deyapti-da. do'sti kasal edi, do'stini ko'rsatishga لأن bilish kerak. صديقه maridun كان مريضا. كان مريض كان مريض كان مريضا. unda anaqasi ichida deyapti, kanani ichida. لأن كان صديقه كان مريضا. doğru. bu javob etsa kerak. لأن صديقه كان مريضا. yoki Chunki qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Boshda kelganda yata'allamu min ma'idatihi. O'sha oshqozonida og'riq og'riq qiynalyapti. chekib o'tirganda. Hop. ثانيا، لماذا تفاجأ جوحا من تشخيص الطبيب للمرض؟ nima uchun anaqa Juha tabibni kasalga bergan tashxisidan anaqa hayratda qoldi. Nimaga hayratda qoldi? Hop. U hakim dedi, aqlli dedi, nabih dedi-ku. Tushungani aqllimi? yo'q, anaqa tezda bilib qo'ydi-ku kasalni. anaqa unda li'annaha kanat bu yo'q, li'annahu kanat arafa arafa لأنه sabab عرف li'annahu arafa bisur'atin tez bildi. سبب مرضه بسرعة. kasallik sababini بسرعة. tezda. ثالثا، هل صحيح اعتقاد جوها أن مهنة الطب تحتاج فقط إلى ذكاء؟ جوها tabiblik kasbini faqat aql zakovatga suyanadi deb hisoblagani to'g'rimi deyapti. Aql zakovatga shunaqa dedi, aql zakovatiga suyanadi dedi. Shunaqa deb o'ylash Na'am. to'g'rimi? Yo'q, uniki u anaqa mantiqiy o'ylab anaqa qildida, vaholanki u gapini faqatgina aqlga tayanadi degan e'tiqodi to'g'rimi desa xato. Faqat aql zakovatga tayanmaydi.
هذا خطأ. إنه hozir ilmga asoslanadi. إنه مبني على العلم. يا مبني bilan ishlatmaydi-yu. Mayli, bo'laveradi. أنا إن يعتقد على العلم. إن الطبيب يعتقد. يحتاج إلى علم وخبرة. ilm va tajribaga تجربة. muhtojsi to'g'ri bo'ladi. Hop, إن yaxshi. الطبيب يحتاج إلى علم وتجربة. hop Bo'ladi, o'quvchi yaxshi. araba. Maryam domla Ha, o'qisin davomini. لماذا دهش صديق جحا ووقع على أرض مغشيا عليه. nimaga Juhaning do'sti qo'rqib yerning ustiga hushdan ketgan holda yiqildi bo'ladi-da, to'g'rimi? Mhm. Javobini ham berish kerakmi? Ha. nima tahdidlarga chunki Nimaga? Xato qildi-ku, Juha. Noto'g'ri tashxis qo'ydi o'shanga bu. nima bo'yicha-da, oyoq kiyim bo'yicha لأنه قال degan. لأنه قال الأحذية الأحذية nima desa bo'ladi? أحذية أن والده uni otasi يأكل الأحذية. يأكل Oyoq kiyim. الأحذية. Chunki u otasi oyoq kiyim yeyapti deb aytdi. O'shanga dahshatga tushdi-da. Keyingisi. ما الذي ما الذي يستفاد من هذه القصة. ushbu qissadan nima foyda olding deyapti. Hop, bu qissadan shu nima tibbiyot bo'yicha neprofessional bo'lmaslik kerakligini, ya'ni u nima desa bo'ladi, professional tashxis qo'yish kerakliginimi? Shunaqa desa bo'ladimi? يجب يجب علي يجب علي أن أقوم أن أقوم بواجبي بواجبي في بيتي. في بيتي. nima bo'ldi? يجب علي bizni, ya'ni bo'ynimizda أن أقوم qolish qilish. في البيت أن أن أقوم أقوم qilish بواجبي uy ishimni qilish fi bayti. ishni Uyda. qilish في البيت uyda. Uyda uy ishimni qilib kelishim kerak degani.